Dollar kursi ko'tarilgan sari talabani hayot qiyinlashib boradi degan naql bor yurtimizda. Ayniqsa mana oraliq paytali ustozlar mana turib olib 77 ta paragraf ichidan bitta so'zni topib kelasan deb turib olammi yoki 20 ta referat berib o'rtasiga bittasiga mavzuni tushunib ko'rgan mavzuni topib ketib turib oladimi? Qiyin, talabaga qiyin. Endi yo'llari bor, haligi bitta aqlli bola bo'ladi har bitta gruppada. Aqlni monopoliya qo'ygan aql monopolistdan shu bolaga yalinish kerak. U bola ham bilsalar oraliq paytida makasiga galistui taqib turib oladi. O qimmat-qimmat hojikalardan bu olib. U bolaga ham ish bermaydi. Endi starsda deyishlar mumkin, starsalarda bilmayman. Tabiat tarafidan berilgan inom bor. Yer yuzida starsalar 90% Jakob bilan birga qo'yganda 2 osini 809 bo'lib qoladi qanaqadir. Yordam kutishdi, anaqasi yo'q. Yer yuzi ahli studentlarga yordam qilmayotgan bir paytda men baribir bir yo'lini topib kelaman. Va mana bu botlardan foydalanish kerak. Mana ko'rib olinglar. Aqlli talaba bot, shu bot bu fake'lari chiqib ketgan. Qaysidir bitta poraxo'r ustoz ochib shekilli fake'ini eng qimmat ish 5000 so'mdan bo'ladi.